O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev AQSh prezidentining Janubiy va Markaziy Osiyo bo'yicha maxsus vakili Sergio Gor boshchiligidagi delegatsiyani qabul qildi. Uchrashuvda O'zbekiston va AQSh o'rtasida strategik sheriklikni yanada rivojlantirish masalalari muhokama qilindi. Mirziyoyev va Gor intensiv siyosiy muloqotlar, turli darajalardagi almashinuvlar va faol biznes aloqalarini faol kechayotganini qayd etishdi. Sergio Gor va Kristofer Landavo shuningdek Qozog'istonga ham tashrif buyurishdi va 29-oktyabr kuni Ostonada Qozog'iston prezidenti To'qayev bilan uchrashdi. Donald Tramp ma'muriyati vakillarining avval O'zbekistonga, keyin esa Qozog'istonga tashrif buyurgani tasodif emas. O'zbekiston Markaziy Osiyoda Qo'shma Shtatlar uchun tobora muhim strategik sherikka aylanib bormoqda. 23-sentyabr kuni Nyu-Yorkda prezidentlar Tramp va Mirziyoyev o'rtasida ikki tomonlama uchrashuvi shundan dalolat beradi. Prezident To'qayev ham o'sha paytda u yerda edi, ammo Tramp u bilan uchrashmadi. Bu omillar Vashingtonning mintaqadagi asosiy sherik sifatida Toshkentni tanlayotganidan dalolat beradi. Ushbu qadamlar bilan Oq uy Markaziy Osiyoda Xitoy va Rossiyaning ta'sirini kamaytirishga harakat qilmoqda. Qo'shma Shtatlar Xitoy bilan tobora kuchayib borayotgan qarama-qarshilik fonida ushbu mintaqa mamlakatlaridan o'z manfaatlari yo'lida foydalanmoqchi. Serbiya prezidenti Aleksandr Vuchich o'rinli ta'kidlaganidek, global mojarolar davri yaqinlashmoqda. Qo'rqamanki, endi hech kimni eshitishni yoki tinglashni xohlamaydi. Dunyoning barcha mamlakatlari global mojaroga chinakam va jiddiy tayyorgarlik ko'rmoqda. Hamma urushga tayyorgarlik ko'rayotgan bo'lsa, demak, urush bo'ladi. Hozir yagona savol, siz kimning tarafida bo'lasiz? Bugungi kunda dunyodagi siyosiy, iqtisodiy va ijtimoiy inqiloblar tez orada katta o'zgarishlarga olib keladi. Ushbu yirik o'zgarishlardan biri G'arb madaniyatining qulashidir. Musulmonlar bu lahzadan unumli foydalanishlari kerak emasmi? Musulmonlarda mavjud bo'lgan insoniy va tabiiy resurslar islom aqidasining kuchi bilan birgalikda xalifalikni, rahm-shafqat davlatini tiklash uchun kurashni kuchaytirishga hissa qo'shadi. Xalifalik ichida shariatni tatbiq qilish barcha xalqlar uchun haqiqiy rahm-shafqatga erishishga va global kapitalistik hukmronlik keltirib chiqaradigan azob-uqubatlarga chek qo'yishga qaratilgan. Bu shuni anglatadiki, dunyo haqiqatdan ham xalifalikka muhtoj.